ko'p holatlarda qiz bolalar mana mashinasi bor, boyvachcha yigitlarni tanlashadi, lekin shuni inobatga olishmaydiki, u inson bu narsaga qanday erishdi. Bu ota-onadan kelgan davlat. Va men ko'p uchrayman shunaqa narsa. Yaqindagina men shunaqa bir juftlik bo'ldi. Ota-onasi o'ta baquvvat va bola ham zo'r mashinalarda yuradi, kiyingan, xotiniga ham hamma narsa qilingan, lekin o'shunaqa bola, o'shunaqa kuyov mas'uliyatsiz. O'z bo'yniga mas'uliyatni ola olmaydi, ota-onasini erkatoyi, ota-onasini davlati bilan yashashni o'rganib qolgan va bunaqa erkak ham ayolga qiziq emas. Nega? Chunki unga qanaqa har bitta ayolga ham oldida kuchli, qaror chiqaruvchi mard erkaklar kerak. Shuning uchun ham siz shunaqa inson kelar ekan sizga, bu xohishlar chiroyli, bu zo'r, lekin insonni o'zi qanday nimaga intilyapti, qayerda o'qiyapti, ertaga u o'sha ota-onasini ming davlati bo'lsa, ertaga uni 2 barobar yana ham ko'paytira oladimi? Bunga bilimi bormi? Bunga intilishi bormi degan maqsadlarni ham uchrashuvlarda, mana o'zingiz ham kuzatganda bilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki usiz shunchaki mol davlat u juda tez o'tib ketadigan narsa-da va maminkin, papinkin, sinochik ekanligini ham inobatga tutish kerak.